Bugun biz birgalikda vlog olamiz. Hozir birgalikda to'garakimga tayyorlanamiz. Ketdik. Bugungi kun ideal bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xuddi shunaqa shim. Voy. Xuddi shunaqa rubashka va maykachasi bilan. Va xuddi shunaqa krossovka bilan hozir bugungi lookimizni, stilimizni chiqaramiz. Keyin birgalikda hozir kiyim olamiz. Вот, уже men kiyinib oldim. Hozir endi sochim qilamiz birgalikda. Mana baby lookim. Bugun bizda havo nega va yomg'irli. Maza qilamiz, chunki yomg'irda ketamiz. Sochim o'zimniki. Men sizlarga bugun ko'p joyda olishga harakat qilaman, lekin bu vlogim muzikasiz bo'ladi, chunki men agar telefonimga muzika qo'ysam, vlogimga muzika qo'ysam, вообще-то olmayapti YouTube. Bloklab qo'yapti. Boshqa TV'ga tashlasam, bu boshqa muzika qo'ygan bo'lsa, muzikaligini sabab YouTube o'chirib yuboryapti. Shuning uchun men muzikasiz vlog olaman bugun. Shuning uchun bugun faqat gapirib yuraman. Men unaqa qilmayman, ya'ni muzika qo'ymayman. Rosa sochim hozir men figushka qo'ymoqchiman. Figushka bas, unaqa tepaga to'plab olmoqchiman. Hozir to'garakka borib kelib, keyin uyimizni bota qilamiz. Unda vlog olamanmi yo'qmi bilmayman. Aniqim yo'q. Uzun sochimni ham qilib oldim. Endi hozir soat 8:30 bo'ldi. Men uchun sal erta-yu, lekin hali chiqib ketishimga bor. Shuning uchun nimadir qilishimiz kerak bo'ladi. Hozir birinchi o'rinda oyoq kiyimimni kiyib olamiz. Hozir mana shu oyoq kiyimni kiyishim kerak. Mana men o'sha oyoq kiyimni kiyib oldim. Endi men sizlarga o'zimni sumkamni ko'rsataman. Men bugun xuddi shunaqa sumka olmoqchiman, qora. И вот onda breloklar bor. Hozir soat ko'ramiz va o'qishimga jo'naymiz. Sumkamni joyimga qo'yib turaman. Soat уже endi 38 o'tdi, lekin men hali pul olib уже mashinaga chiqishim kerak. Sizlarga hali video ham olishim kerak. Ketdik. Shunaqa shunchaki oldim. Hozir endi o'qishimga ketamiz. Men уже ketyapman. Вот, bobomdan pul oldim. Вот, mana. Bizda havo yomg'irli. Bugun havoimiz aynigan bizda. Telefonimiz sizlar ho'l bo'lib ketyapti. Mayli, ketdik. Yomg'irda dashmam yerga tegib qolyapti-da. Shimim ho'l bo'ldi. Oh my god. Oh my god. Hozir sal quruqroq joydan yurishim kerak, sababi Jinaliyah basseyn bo'lgan. Endi vlogimni to'xtatib turaman. Hozir men zontikimni ochib oldim, sababi rosa yomg'ir tashqari. Suvlarda qaranglar. Вот men zontikimni ochib oldim. Tale mashina kelyapti. Mashina kelsa qo'rqaman, chunki suv sachiraydi, battar suvlar вообще to'la. Ana qaranglar. Hozir men уже poyezga yaqinlashib qoldim. Mana poyezlar. Juda oz qoldi.
lekin mani shumim ho'l bo'lgani menga вообще yomon tuyulyapti. Yengillar masalaga bitta narsani aytishim kerak. Mani qoshim uyib ketdi tagi. Chunki mana shu yerga turib turadi, moddasi ashnaqa ekan. Lekin bundan boshqa qalinroq shimim yo'q edi, shuning uchun aytdim. Ag'oyib lekin ularni kaltayu bittasi shu pilim, shuning uchun mashinaka tag uyib ketdi, mana qaranglar. Вообще нереально. Hozir men uyga qaytgim kelyapti, lekin o'zim mashinaga kelib bo'ldi. Shuncha yo'lda uyga qaytishni o'ylasam, вообще ужас. Shuning uchun mayli endi boramiz, nima bo'lgan taqdirda ham. Eplab video olyapman, chunki hozir oyog'imdan sovuq o'tib ketishi ham mumkin. Men bilsam, chunki oyog'im ko'p og'riydi o'zi. Yezlarim uchiman kelib qoldim. Shimimga rosa sabab bo'lyapti. Aşırı şekilli. Mana Zuhana? Ha, şofa. Mumtaz'a. Aynı da söylüyor hozir. Mumtaz'a. Ne qizlar yoningda, yoningda xonaga kirib darsini aytib
Asli Madish. أنا السنة فاهم. ارتباط من داشتن çıktım. Hazır çıktım. Maşinadan düştüm. Endi bemalol gapiraveraman, chunki oldimda odam yo'q. O'zim bitta sekin ketyapman. Uyga hozir kirib, kiyimimni almashtirib, keyin uylarimni tozalayman. Keyin kiyimlarimni yuvaman. Chunki уже ho'l uvib yotibdi. Даже oyoq kiyimimni artishim ham kerak hali. Uyga kirdim. Hozir kiyimlarimni almashtiraman. И вот albatta yupqagina pijamalarni kiyib olamiz. Mana уже yupqagina yengilgina pijamkalarni kiyib oldim. Endi hozir uy уборка qilamiz. Sizlarim уже vlogimiz tugab qoldi. Shuning uchun hammaga xayr. Keyingi videolarimni ham kuzatib boringlar. Albatta shunaqa videolardan ko'pgina qo'yib turaman.